Reglani yeng eng injiq yenglardan desam siz meni fikrimga qo'shilasizmi? Nega deganda reglani yeng uchun asos andoza juda ham mustahkam bo'lishi kerak va bu albatta motor tanlaydi. Agar siz posadkasda ozginagina adashsangiz ham bu reglani yengda xuddi shunday chiroyli holatda qila olmaysiz. Keling biz bugun siz bilan mana shu reglani yeng andozasini to'liq Maryams metodi bilan ko'rib chiqamiz. Bu yerda Maryams metodi bilan tayyorlangan orqa va oldi asos andozalardan foydalanyapman. Bizga yeng andozasi kerak emas. Faqatgina oldi va orqa andozalardan foydalangan holatda reglan yeng andozasini tayyorlab olamiz. Ko'rib turganingizdek birinchi bo'lib beldan pastga 1,5 sm tushirib qirqib oldim. Oldi o'yindiqlarini o'zimga kerakli darajada ochdim. Ko'krak va bel vitichkalarini xuddi shunday qilib oldiga modellashtirdim. Nima uchun? Aynan sborka qilishimiz uchun. Orqada ham ko'rib turibsiz, yelkadagi vitichkalarimizni va orqa bel vitichkalarini aynan reglan chizig'i yordamida modellashtirib olyapman. Reglan chizig'larini chizayotgan vaqtimda proymadan 4 sm ga pastga tushirdim. Nimaga deganda, aynan standart proymadan reglan yenglarimiz ozgina kengroq tursa, shunda juda ham qulay bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ikkala oldi va orqadan xuddi shunday reglan yeng andozasini tayyorlab oldim. Reglan yeng andozasi Maryams metodi bilan juda ham oson. Men bu yerda sizga professional darajada reglan yeng andozasini qanday qilib tayyorlash sirini darslik qilib tayyorlab qo'yganman. Bu darslikni mini kursimizda bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Bu mini kursimiz hozirgi vaqtda 690 ming so'm. Bu mini kursimizda reglan va reglan koketka andozalari to'liq ko'rsatib berilgan. Bu darslikka mutlaqo bepul ham qo'shilib olishingiz mumkin. Izohlarda plyus qoldirib yopiq Telegram kanalimizga obuna bo'lib oling.